Zo'r narxga, zo'r sosteniyada, kraskasi toza Malibu XL so'ragan mijozlarimiz uchun 2023-yil eng full pozisyada Malibu XL mashinamiz sotuvga keldi. Oq rangli bo'ladi mashinamiz, kraskalari toza, 5 ключевой достуp, tonirovkalari bor. Salon qismiga keladigan bo'lsa, ko'jalarimiz zo'r holatda turibdi. Perforatsiya ko'jinli salon, Abdu Fabagrev eng full pozisyada, hamma funksiyalari bor, panorama lyuk. Mashinamiz atiga 52 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Sredniy расходlarni ham sraz ko'rib o'tib ketamiz. 17 litr sredniy расход shahar ichiga 100ga 10 litr расход qilyapti. Bilasizlar, Malibu XL ancha ekonomik bo'lib chiqqan, qolgan Malibularga nisbatan. Orqa qatorlarni ham bitta ko'rib o'tamiz. Zo'r holat turibdi. Ko'jalarimiz matviy sosteniyada, arshifka qismlari ham полный laminatsiyada turibdi. Ayollarning taylari ham laminatsiyada, ideal holatda. Mashina zo'r holatda, kuzovida, salonida hech qanaqa xato nuqson kamchiliklari yo'q. Bemalol kelib ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Narx va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kimga shu va shunga o'xshash mashina zarur bo'lsa, yoki sotmoqchi bo'lsa, Karsmir o'tkazib hamisha aloqadamiz. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqa qilinglar. Kelishtirib chiroyli narxlarda sotamiz hamda sotib olamiz. Karsmir o'tkazib hammalarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Buni esa oq Malibu qidirib yurgan tanishlaringiz tez jo'natib qo'yinglar. Anchagina manfaatli, zo'r sosteniyada Malibu XL xarid qilishlari mumkin.